Endilikda bozorlar va savdo komplekslarini boshqarishda raqamli yondashuv ustuvor bo'ladi. Hukumatning yangi qaroriga muvofiq sohada raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish va maishiy korrupsiyaning oldini olish maqsadida E-bozor yagona raqamli platformasi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Qaror bilan E-bozor platformasi ishga tushirilishi belgilanmoqda, ya'ni sinov tariqasida 2026-yil 1-oktyabrga qadar amalga oshiriladi. 2027-yil 1-martga qadar respublikaning barcha hududlarida to'liq bu platforma amalga oshiriladi. Platformaning asosiy afzalliklaridan biri shundan iboratki, bozorlar va savdo komplekslari hududlarida bo'sh savdo obyektlari, tadbirkorlarga tegishli bo'lgan pasport ma'lumotlari to'liq ochiq e'lon qilib boriladi. Bundan tashqari har bir E-bozor platformasiga ulangan bozorlar va savdo komplekslariga soliq xodimlari biriktiriladi va ularning kunlik samaradorlik ko'rsatkichlari ham tahlil qilib boriladi. Yangi tizimning asosiy vazifasi bozorlar faoliyatini raqamli asosda boshqarish, ma'lumotlar ochiqligini ta'minlash va xizmatlarni aholi hamda tadbirkorlar uchun yanada qulay qilishdan iborat. Platforma soliq axborot tizimlari kompleksi tarkibida ishlaydi. Bu esa ma'lumotlarning ishonchliligi va nazorat mexanizmlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. E-bozor platformasini tashkil etish haqidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent shahridagi masalan 12ta dehqon bozori, 7ta savdo komplekslarida vaziyatlar markazi tashkil etilib, E-bozor platformasiga o'tkazilish uchun Farhod dehqon bozorida namunaviy qilib tashkil etildi. Namunaviy tashkil etilgan Farhod dehqon bozori o'rganilib chiqib, Mirobod dehqon bozoriga tegishli bo'lgan bozorning pasporti, bozorda joylashgan savdo rastalarining soni, savdo do'konlarining soni, xizmat ko'rsatayotgan tadbirkor va sotuvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar, ularga xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar, yong'in xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar, avtoturargohlar bo'yicha ma'lumotlar, masalan bozorimizda 4 ta avtoturargoh bo'lib, bular barchasi raqamlashtirildi. Shu E-bozor platformasiga barcha ma'lumotlar topshirilib, yagona sistemada joylashtirilmoqda hozir. Raqamlashtirish jarayoni bozor va savdo kompleksi hududi bilan cheklanib qolmaydi. Ularga tutash avtoturargohlarda to'lovlarni yagona QR kod orqali amalga oshirish imkoni yaratilmoqda. Yagona raqamli muhit yaratishdan maqsad bozor va savdo komplekslari faoliyatida ma'lumotlarni ochiq, xizmatlarni tezkor va boshqaruvni shaffof qilishdan iborat.